Yo, podvol emas bu. 5 gradusi. Mana bunda вообще o'chirilgan mana. Siz do'kondan sifatsiz tovar sotib olsangiz, nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, tushuntirib beraman. Iste'molchilar huquqlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasida iste'molchilarning asosiy huquqlari keltirilgan bo'lib, unga ko'ra iste'molchilar hayoti, sog'lig'i va mol-mulki uchun xavfli, nuqsonli bo'lgan tovar, shuningdek, ishlab chiqaruvchining g'ayriqonuniy harakati tufayli yetkazilgan zararni, moddiy ziyon yoki ma'naviy zararni to'liq hajmda qoplanishni talab qilish huquqi mavjud. Eslatib o'tamiz, bu kabi holatlarda mahsulot sotib olganingizda chek yoki kvitansiyani saqlab olish muhimdir. Chunki mahsulotingiz yaroqsiz chiqsa, uni almashtirishni yoki pulini qaytarib olishni sotuvchidan talab qilishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, sahifamizga obuna bo'ling. Unutmang, qonunni yaxshi bilgan odamning do'sti qonun.